Mana bu xotiningni tili chiqib qopti. Bizani o'zimiz uyimizga sig'dirmayapti bu. Aka, uyingizga ortiqchalik qilyapman shekilli. Agar istasangiz boshqa uy olib farzandlarim bilan chiqib ketaman. Nima? Kim aytdi senga ortiqchalik qilyapsan deb, ha? Shu aytdimi? Qara, tur, sen. Men hech narsa qilmadim. Men bilan gaplashganda turib gaplash. Menga ovozingni ko'tarmasan. Gulixon, vijdoningiz bormi? Men kuni bilan sizni farzandlaringizni ketini yig'ishtiraman. O'zingiz bitta ish qilmaysiz, o'z bolangizga qaramaysiz. Oyijonim qo'lini so'qsiga urmaydi. Bir qo'llab hovli supuraman, ovqat qilaman, kir yuvaman. Men ham odamman. O'chir ovozingni. Kimga ovozingni ko'tarib gapiryapsan sen, ha? Kaltak yeging kelib qoldimi? Aslida ham shunaqa. Bolamni qo'lini kishiga surar sababchi. Qarab turinglar dedim. Sizlarmi? Menga aytgan ko'ksamsa yeyman, mant yeyman, choy ichaman, shirinlik yeyman degan. Aslida birgina shu go'dagiga qarab turishim eplay olmadinglar. Kim aytdi? Ha o'g'lim, qattiqroq urgin, aqlini kirgizib qo'ygan buni.